Xitoy Xinhua agentligining xabar qilishicha, yaqinqi 5 yilda Sharqi Turkistonda yangidan bayqalgan neft zapasining umumiy miqdori 700 million tonnadan oshgan. Atalmış Şinjan Neftlik şirketining eng yangi sonliq ma'lumotlarga qaraganda, Jo'ng'ar o'ymonligida yaqinqi 5 yilda jami 737 million tonna neft zapasi bayqalgan bo'lib, yangi neft zapasi va ta'minotining ishini tezlatib, Xitoyning energiya boyligiga bo'lgan jiddiyligini pasaytib, energiya bexatarligini oshirgan. Xabarda Jo'ng'ar o'ymonligining Xitoyning neft va tabiiy gaz boyligi jihatda kam bo'lsa bo'lmaydigan eng muhim sohaning biri ekanligi, jami 11 milliard 800 million tonna neft zapasi borligini o'tirg'a qo'yilgan. 2020 yili 11 oygacha bu rayonda bayqalgan neft zapasining 3 milliard 150 million tonna, tabiiy gaz boyligining 171 milliard 900 million kub metrga yetganligi o'tirg'a qo'yilgan. Navbatdagi Jo'ng'ar o'ymonligidagi neft va tabiiy gaz chorlash saviyasining 26% eshib, 13 million 200 ming tonnaga yetganligi, 2025 yilga borganda neft ishlab chiqarish miqdorining 15 million 800 ming tonnaga, tabiiy gaz boyligini 18 million tonnaga yetkazishni maqsad qilganligi ko'rsatilgan. İlgilenişçe, Qozog'iston doiralari tarafidan Qozog'istonga kirgizilmay Dubayga qaytarib etilgan Sharqi Turkistonlik qozoq qiz Nurziya Oqanning Qozog'istonga kirishiga ruxsat qilingan. Qrim xabar agentligining tunugungi xabarida bildirishicha, Xitoyning bostirish siyosati sababli aeroplan orqali Olmuta shahriga yetib borgan Nurziya Oqan Qozog'iston doiralari tarafidan Qozog'istonga kirgizilmagan. Ma'lum bo'lishicha, Sharqi Turkistonlik qozoq qiz Nuriya Oqan Xitoyning zulmiga chiday olmay Xitoydan Hong Kongga, undan Malayziyaga, u yerdan Dubayga va Dubaydan Qozog'istonning Olmuta shahriga borgan. Ammo u Qozog'iston doiralari tarafidan Qozog'istonga kirgizilmagan va Dubayga qaytarib etilgan. Bu xabar ijtimoiy taratqularda tarqalgandan keyin Nurziya Oqanning Xitoyga qaytarilib etish xavfi haqidagi andishlar kuchaygan. Atayurt tashkilotining Turkiya sho'basi boshlig'i Babus Salom O'qtanning bildirishicha, faoliyatchilarning tirishchanligi natijasida doiralar uning Qozog'istonga kirishiga ruxsat qilgan. O'qtan Sharqi Turkistonda Uyg'urlar bilan birga barliq turkiy millatlarning yig'ilish lagerlari va boshqa zulmlarga uchrayotganligini ta'kidladi. Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatlari bilan tanqidga uchrayotgan Xitoyning texnika magnati Huawei maxsus Uyg'urlarni tunishga shiltildigan bir yangi yumshoq detalni sinab qilgan. Ilgilenishcha, bu yumshoq detalda chiroy tekshirish orqali Uyg'urlar aniqlangan va soqchi organlarga signal avatilgan. Bu sistemaning Uyg'ur signali deb atalganligi o'tirg'a qo'yilgan. Washington Postasi gazetining xabarida bu xil appning Uyg'urlarga bo'lgan besimini oshirib etishga bo'lgan andisha o'tirg'a qo'yilgan. İlgilenishcha, kamera sistemasi orqali ko'rsatilgan kishilar bu yumshoq detalning yordamida millatiga asosan ayrilgan. Bu ahvolning IPVM ismli tadqiqot tashkiloti tomonidan tekshirilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Dunyoning oldingi qatoridagi texnika shirkatlarining biri bo'lgan Huawei uchun tayyorlangan bir dokladda 2018-yili 100 tonna shirkati Megawei'ning yuzini sinkorlay oladigan sun'iy idrok sistemasini sinab qilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Sistemaning yordamida odam to'plashgan muhitda shaxsning yoshi, jinsi va millatini belgiligili bo'ladi ekan. Lekin IPVMning tekshirishi va Washington Postasi gazeti tomonidan bu xabar e'lon qilingandan keyin bu hujjat tor bekatdan o'chirilgan. Huawei bayonotchisi Glen Shilosmo bu yumshoq detalni tasdiqladi. U bayonotida bu tadqiqotning faqat bir sinoq ekanligi va haqiqiy qo'llanishchan program emasligini o'tirg'a qo'ygan. Amerika hukumati Hong Kong siyosati sababidan Xitoy amaldorlariga jazo yurgizish qarorini e'lon qilgandan keyin Xitoy Amerikaning Beijingdagi muavin bosh elchisiga norozilik bildirib, buningga qarshi tadbir qo'llanganligini eskartdi. Amerika dushanba kuni Hong Kong davlat bexatarlik qonunining ma'qullanishi va oldingi oyda Hong Kongda saylovda g'alaba qilgan o'qituvchi siyosiyonlarning Beijing tarafidan yo'qotilishidagi roli sababli 14 nafar Xitoy amaldoriga moliya jazosi va sayohat cheklamasini yo'lga qo'yganligini e'lon qilgan edi. Seshanba kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining to'r betida e'lon qilingan bayonotida Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Jang Ziguangning Amerikaning Beijingdagi muavin bosh elchisiga xat avatib, Amerikaning qaroriga qat'iy norozilik va qarshilik ifodalaganligini xabar qilgan.
Amerika prezidenti Trump Amerikaliklarning Xitoy virusi vaksinasini ishlatishni oldingi o'ringa qo'yib, ondan vaksinani boshqa davlatlarga tarqatish to'g'risidagi bir ma'muriy buyruqqa imzo qo'ydi. Amerika prezidenti Donald Trump Oqsaroyda o'tkazilgan yig'inda qilgan so'zida davlat ichidagi yangi tipdagi Wuhan virusi vaksinasini tadqiqotini baholadi. Vaksina tadqiqotining odatda 5-6 yil vaqt ketadiganligini bayon qilgan Trump, hukumatning barliq vositalarini safarbar qilib, vaksinani tezdan taraqqiy qildirish va millionlagan kishining hayotini saqlab qolishga tirishchanlik ko'rsatganligini aytdi. Vaksina tadqiqotini tezlatish uchun hukumatning 14 milliard dollar mablag' ajratganligini bayon qilgan Trump, Moderna va Pfizerning har ikkisining vaksinaning 95% atrofida bo'ladiganligini e'lon qilganligini, Johnson qatorliq shirkatlarning yaqin kelgusida vaksinaning ta'sirini isbotlashini umid qiladiganligini aytdi.